أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar biz bugun sura Al-Imronning 20 oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bizni ogohlantirgandan keyin, yani mesela aydınlaşır. Bag'y tufaylidan qalbimizdagi hasad, o'chmanlik, hirsmanlik, shuhratparastlik qatorliq haqsiz yo'llar bilan yuksalish yoki manfaatga erishish sabablari tufaylidan o'zaro ixtilof chiqarish, haqqa bo'ysunmaslik, ta'tilashlardan ig'ir iboralar bilan, ig'ir oqibatlar bilan ogohlantirgandan keyin, endi bu yo'lda mangadiganlarga keladigan ba'zi bir to'salg'ular ve bu yolda ibaradigan kurashlarning xarakterini Allah subhanahu wa taolo 20 oyatda tushuntirib shunda deydi. Astag'izu billah. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alayka al balagh wallahu basirun bil 'ibad. Oyatning mazmuniga kirishdan ilgari avval oyatni qisqacha bir tarjima qilib o'taylik. Agar ular siz bilan munozirlashsa, ularga dengki, men o'zimni Allohga topshirdim. Kim va menga ergashganlarni deydi. Menga ergashganlarni Allohga topshirdim. Va qul lil ladzina utul kitaba val ummiyin. Siz kitob berilgan va kitap berilmeyen müşriklerge, kitap berilgen ehli kitaplarga ve savadsız ibaresi var bu yerde. Yani okumagan müşriklerin ifadeleri var. Müşriklerden ki emde Müslüman bulamsızlar. Eğer o Müslüman olsa doğru yolunu tapkan buludu, Allah tarafından yeteklenedi. Eğer yüz öğrese sizden vazifenizi yetkizmiş, Allah bendilerinin nime iş kılıvatkallıkını körüp durdu. Hem de ayetinin 5'i فَاِنْ حَاجُّوكَ degan so'z bilan jumla bilan boshlandi. Tarjima qilgan vaqtimizda agar ular siz bilan munoziraga tushsa, jidallashsa degan ma'noda, bu payg'ambar alayhisolatu vasallam eplanayotgan bu yo'lning xarakterini bizga ifodalayapti. Bu yo'lning duch keladigan realligini bizga deb beryapti-ki, bu yo'l tuz yo'l emas. Bu yolda sizga qarshi turadigan, siz kurash qiladigan bir to'plumga uchraysiz. Payg'ambar alayhisalom hayotida 3 xil kurashga duch keldi. Birisi Makkadagi mushriklar bilan qilgan kurash. Bularning qarshiligi. Ikkinchisi Madinaga kelgandan keyingi ahli kitobninki Rasulullohga qarshi kurashlar. Rasululloh bularga qarshi ibogan kurash. Bu ikkinchi qatim bo'ldi. Uchinchisi munofiqlarning kurashi. Rasululloh 3 xil kurashga duch keldi. Endi ma oyatdagi fa in hajjuka degandagi ular siz bilan munozira qilsa, sizga qarshi tursa degan ifoda ikkinchi xil kurash ifodasi bilan kelgan. Ya'ni ahli kitobga qaratilgan. Chunki mushriklar bularning bir osmondan tushgan din olmag'achqa, bular butparast bo'lg'achqa, bular unda munozirlashgudek ahvol yo'q bo'ladi-ku. Bular ya inkor qiladi. Bulamagandan keyin qilish ko'tarib chiqadiganlar. Amaliyotda tarixdan ahvol ashta bo'ladi. Ammo ahli kitob samoviy din va deb qaraydi o'zining. Qo'limizda samoviy kitob bor deb qaraydi bu ahvol. Ahli kitob. Bular munozirlashadigan ekan. Endi aslida qoida bo'yicha aslida mantiqiy nuqtadan aytgan vaqtda mushriklar qarshi chiqish kerak masalaga. Bu ma'qul. Chunki ularning dini yo'q. Payg'ambar iloh bor da'vatidir, Alloh bor da'vatidir, ular yo'q da'vatidir. Bular qarshi chiqsa, tamam. Chunki bular mushrik. Ammo samoviy din ahli bo'lgan, Allah tarafidan payg'ambar avatilgan, Allah tarafidan kitob avatilgan va kitoblarda bu dinninki, bu payg'ambarninki zikrlari o'tgan, so'zlari o'tgan, sifatlari tilga ilingan bu bir millatninki, ahli kitobninki Rasulullohga va ipkaga yo'lga qarshi chiqishi biroz odamni o'ylantiradi. Yani bu yerda biroz to'xtaymiz biz yani.
Yani ular siz bilan munozir qilsa, hajuka degan so'zningki arab tilidagi ma'nosini biz cho'nqurlab kirgan vaqtimizda ikki da'vogarning bu tarafga so'z tashlab, bu tarafning so'zini rad qilib, raddiya berib va so'z tashlab, mushta o'tirda o'zaro bo'lgan munozirni ifodalaydi. Yani demakki, siz bir din sifatida ve en ahirgi din sifatida islomni olib keldingiz. Bu islomning asos ta'limoti buddistlikqa tubdan qarshi, mushriklikka tubdan qarshi ve ahli kitobning o'zlarining payg'ambarlari olib kelgan ta'limot ve asmandan tushirilgan kitoblarning aslisidan o'zgartib o'tgan taraflariga qarshi mushu haqda ular sizdan nima talab qilsa, munozir talab qilsa yoki bir ishni qarshi qo'ysa degan ma'noni ifodalaydi. Chunki dinning xarakteri mushriklar asoslanayotgan, yashayotgan yoki o'ziga tutib manayotgan yo'liga tubdan qarshi ve ahli kitobning aşı kitaplardan o'zgartib o'tgan taraflarga tubdan qarshi o'qishga ularning qarshi qo'pishi, bu haqda munozirlashishi, bu haqda qarshi turishi bu muayyan ahvol, aniq ahvol. Ondan keyin oyatning davomlashtiramiz. Faqul deyapti. Agar ashta qilsa sizdanki. Yani bu yerda biz oldingi bir darsimizda degandek ismda yani bu oyatningki qul ifodalari favqulodda omonatdorlikning yuksak darajada ifodalanishi. Biz bir misol olganda qilgan kishi o'zining bolasiga tog'oning qishqirib degan atsa 8 da kasun desa. U bola berib atsa 8 da sizni kasun deydi. Desa, bu normal gap. Bizning insonlar mantiqida o'zaro. Dadam menga tog'on qirib degan atsa 8 da kasun deydi desa, ma bolaning dadasining gapini yepidan yengmasqicha qo'ymay deganligini, hamma gapni to'liq yetkazganlik ifodasi bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamga Qur'oni Karimda siz ummatga mundoq dang degan ma'nolarni Rasululloh bevosita chiqib, dang degan gapni demay, uning oldida gapni demay, shu dang deb ifodalamoqchi bo'lgan maqsadni bevosita desimi bo'ladi. Bizning mantiqimiz bo'yicha, bizning tushunchamiz bo'yicha, ammo Rasulullohning Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q. Qur'on xolis Allohning kitobi. Resulullah'ның faqat yetkizguchi bir lafz sifati var. Bu noktadan Allah degan her bir harf, her bir kelime, her bir telaffuz tavuşluğu için Resulullah aynen yetkiziş amanet vazifesi var. Bu yerdeki ular siz bilan munozirlashsa ularga dang degan gapning 5ni elib çünkü siz bilan munozirlashsa buni dang degandan keyin Rasululloh munozirlashgan vaqtda dang degan gapni deslam bo'ladi. Lekin amanatdorlik Allah mushta yetkiz deganlik uchun boshdan oxir hammani to'liq shaklda dang deganni qo'shib qanaqat davod. Bu bir yuksak amonat ifodasi. Amonat ifodasida ular denki aslamtu vajhiya lillah, men o'zimni Allohga topshirdim. Mushunchiliklar javob berdi Rasululloh. Mushuni dang davodidan Allah. Boshqalar qarshi turibdi, u bu deb nurg'un dalil pokitlar bilan akagan yo'llarni inkor u Rasululloh bir qizim siz men o'zimni Allohga topshirdim. Ammo shu gap shu Quraysh kuffarlariga yoki ahli kitobga deb bo'lalamdi. Tamam bo'laydi. Chunki biz boshqa oyatlarda bu munozirning 5ni qilib bo'lgan. Sura Zuhrafning 9-oyatida kelganlik 87-oyatida kelganlik mazmuni va la in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ma'u 9-oyat. 87-oyatda Sura Zuhrafningki va la in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah. Mazmuni ulardan mayli mushriklar olsun, ahli kitobga e'tirof qiladi Allohni. Mushriklar qadar, mushriklarmi hatto osmon zaminni kim yaratdi desa Allah deydi. Demak bu tema tugaglik. Osmon, zaminni Allah yaratdi degan nuqtaga kep buloqlar. Osmon zamin inson yashaydigan dunyosining ikki cheki. Birisi zamin, birisi nima? Osmon. İnson mushuning ichida yashaydi. Mushu nuqtaga kelgan vaqtimizda men yashayotgan koinotning egisi Alloh ekan. Buni mushriklar o'zi e'tirof qilgan ekan. Mening butun
Yaşaş imkaniyetim şu zatның kulduğu ekan, bu noktaga müşrikler kep bulaqliq, ha? Tamam doğanda, men özümni Allah'a tapşırışım gerek. Man da vatıdı. Ağlağım da vatıdı ki, müşehrin çıkıdı ki, demekçi ki yani, iyi kişiler. Sizler özünü itiraf kıldın, asman ziminin Allah yaratıqlıq. Sizler bizning yaşaş dairemiz şu asman bilen zimin. Onun dairesinden sırt çıkıp gidemeyiz. Bizning teminatımız şu asman ziminden keladi. Doğan ekan menen şu üzem yaşawatqan, yaşaş imkaniyeti birilayotgan şu urunning egisidan boshqaga üzemni topshirish haddim emas. İmkaniyetim yok. Yani aqli jihatdan aqlga uygun bo'lgani shu. Üzemni davatsizlar, asman zamanni Allah yaratdi deb. Men dal sizlar e'tirof qilayotgan asman zamanni yaratgan zotga üzemni qanday qildim topshirdim. Mana bu İslam davatıdır Peygamber Aleyhisselam. Mana bu İslam. Avvali e'tirof qilgan nuqtadagi turib, o'zining fikrini o'tirib qo'yadi. Mazmun mushu qarindoshlar. Endi oyatning ifodasiga qarasak, men tarjima qilgan vaqt o'zimni Allohga topshirdim deb ham tarjima qildim. Tushunish bo'lsin uchun. Oyatning arabcha ifodalashida aslamtu wajhiya lillah. Aslamtu wajhi lillah. Yani yüzüm degan bir iborat var. Rasulullah men yüzümni Allohga topshirdim. Arab tilidagi bu yüz ifodasi insonning o'zini ko'rsatadi. Chunki inson kimligi yüz bilan ifodalanadi. İnsanning har holati xushallik, g'amkinlik, baxtlik, baxtsizlik har holati yüz bilan ifodalanadi. İnson Allohga eng yaqinlashadigan nuqta yüz, sajda qilish orqali. İnsan hoş bisharat olgan vaqtda yüzde ifodalanadi. Shum xabar olgan yüz. Demak, yüz ifodasi insonning o'zini ko'rsatadi. Ya'ni men yüzümni Allohga topshirdim, yüzümni yerga qo'ydim, peshonamni to'pig'iga tekkizdim deganlik ifodalarning hammasi men o'zimni Allohga topshirdim deganlik bo'ladi. Yani buradagi yüz ifodasi o'zini ko'rsatgan bo'lg'achqa men tarjimada shu ma'no bilan qana qilaverdim, ifodalaverdim. Hatto Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida yüz iborasi o'zini ifodalaydigan ma'nodagilik. Masalan, sura Qasasning 88-oyatida kulli shay'in halikun illa wajha. Har narsa tugaydi, yo'qoladi qiyomatda. Illa wajha. Arab ifodada Allohning yuzidagilik. Ama tercüme qilgan tushungan vaqtida Alloh dedi. Vajhin yani Allohning zotiga qana qilamiz olamizda. Mushahil shaklda birodarlar. Endi bu yerdan shunda Allohning yuzi degan gap chiqdi emasmi? Qarindoshlarning kallasiga balkim u yerdan anglagan bu kitoblardan ko'rgan ba'zi bir shak-shubi vahmlik qilib qolish mumkin. Allohning yuzi, Allohning qo'li iboralar bor Qur'oni Karimda. Ya'ni buni xulosalab navbat kelgandikan davatay. Bu Allah'ın kulu, Allah'ın yüzü digenge o'xshash ifodalarning hammasini Qur'oni Karimdagi umumi bir qoida var. Mush Allah babiga kelgan vaqtida qo'llanadigan laysa kamislihi shay. Mush babda turib Allohga hech narsa o'xshamaydi deb turib tushunib ketaveramiz. Boshqa ortiqcha masala yo'q. Allohning quli bor, laysa kamislihi shay. Allohning yuzi laysa kamislihi shay, ya'ni Allohga hech narsa o'xshamaydi. Allohning o'ziga yarasha, yuzi Allohning o'ziga yarasha. Quli degandek ma'noda tushunsak buludu. Ondan keyin oyatning boshlanishida xuddi mazmun Payg'ambar alayhissalom bilan Allohning o'tiridagi masala. Allohning buyurayotgani Rasululloh bilan qartilgandek xitob mayadagi bir ifoda emasmi? Amaliyotda bu xil mazmun, oyatda tilg'anilgan mazmun ummatning hammaga qartilgan xitob qilingan mazmun. Ummat mushkil shaklda muomala qilish kerak, mushkil shaklda yo'l tutish kerak. Endi mushuni ifodalash uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam oyatning oxirida Alloh Payg'ambarga shu xil shaklda xitob qildiki, "Va man tabani" mana ergashganlarni. Garchi bevosita xitob Payg'ambar alayhisolom bo'layotgan bo'lsa-mu, ergashganlar shu xitobning tahtiga daxil. Rasululloh qana shaklda mangan bo'lsa, Rasululloh qanday yo'l tutgan bo'lsa, Rasululloh o'zini Allohga qanday topshirgan bo'lsa, Rasulullohga ergashgan har mu'minga bu xitob bo'lib qartiladi-ki, u mu'minlarni shu shaklda qana qilish kerak, manish kerak. Andikin oyatning keyingi davomiga o'taylik. Va qul lillazina aslamtum va qul lillazina utul kitaba val ummiyina aslamtum.
Ey Muhammed aleyhisselam, siz şu kitap verilgen kişilerge ve ummiyin şu müşriklerge, ehli kitap emeslerge demek çoğu, şu ayet müşriklerini görürsünüz. Bulağa denki eslemtum. Hem de Müslüman bulamızlar. Mahli şekilde ifade vatanı tercümede. Asli Arapça kurulmuş gelsek Müslüman boldun lamu degan bir ma'noni ifodalaydi. Arabchadagi şu sual cümlelerininki talab, buyruq ma'nilarini ifodalaydigan bir shakllar bor. Buni misol orqali ko'rsatsam, uyga mehmon kirdi, mehmonni bolasi kutib oldi. Dadasi sirtdan kirib, masalan bolasiga, mehmonga choy qo'ydingmi deb so'raydi. Mehmonga choy qo'ydingmi degan bu savol amaliyotda savol olmasdan choy qo'y degan gap. Bu xil ifodalar arab tilida ifodalanadi va Qur'oni Karimda mushu xil ifoda qo'llanilgan. Haroq masalasida Alloh haroq to'g'riliq ahkomlarni bayon qilib, eng oxirida sura Maidaning 91-oyning oxirisida fahal antum muntahun. Endi to'xtab qolamsizlar degan ma'noda bir savol jumla qo'llanmoqliq. Buning ifodalaydigan ma'nosi bevosita buyruq jumlalardan cho'nqurroq bo'ladi. Yani to'xtashning Allah burun bizning ustimizga, shu ishni urinlashning Allah burun ustimizga bekitilib, yezilib bo'lganligini ko'rsatdi. Bu yerda shu aslamtum, endi musulmon bo'ladigan yeringlarga keldinglar. Mush qala musulmon bo'lmaysizlar. Chunki o'zingni e'tirof qildingmi? Osmon zaminning egasi Alloh. Hatto mushriklar e'tirof qiladilar, ahli kitob e'tirof qiladi-ku. Aniki mening boshqa davorim yo'q. Peygamber sallallahu ayette berilgen ifadelayotgan şu eslemtu vecihiye lillah. Ben fakat şu sili itiraf kıladan Allah'a üzerine tapşırdım. Ben ikinci bir nesline sizlerin aldığınlarda peş kırmadım. İkinci bir nesline çakır atmayım sizlerini. İkinci bir nesline ergeçmedim. Allah'a ergeçmedim. Sili şu Allah'ın itiraf kılırsa Allah asman zeminini yaratkanlıkını. Onda oğandan iken nime kaldı aramızda? Hiç kaldı. Talıştığa yer kalmadı. Muş yolda mağdığa yer geldinler dedi. Şu Allah'a ergeçtiğe yer geldinler. Aslamtum endi musulmon bo'lamsizlar ya degan ma'noda qanday qilyapti ifodalanyapti. Ya'ni oyatdagi aslamtum ifodasi xuddi fahal antum muntahun al-qaharoq haqidagi oyat misol shu ifodaga o'xshashlar buyruq ma'nosini qanday qilyapti ifodalanyapti. Chunki ularga aslamtum degan ifodasini ishlatishda bir gap bor, buni alohida akilishda. İman aytamsizlar degan kelmay aslamtum yani musulmon bo'lamsizlar degan ma ifodani akilishdimi? Diqqat qilsak birodarlar. İslamning izohati bilan imonning izohatida biroz farq bor. Biz necha kundan beri darslarimizda da'vatimiz, ilgari darslarimizda islomning ma'nosi inna dina indallohil islom degan oyatni izohlagan vaqtda tamamen bo'ysunish, tamamen o'zini topshirish. Aldidimi aslamtu vajhiya lillah. Tamamen Allah'a mı özümle tapşırdım. Eslemtum. Endi musulmon bo'lamsizlar, islomga kiramsizlar. Yani o'zingni Allohga qanaqa qilamsizlar? Topshiramsizlar. Bu yerda qo'shmoqchi bo'lgan bir nuqta. Bular ideya jihatdan kap bo'ldi. Munozir jihatda. Osmon zaminni kim yaratdi? Alloh deb bo'ldi. Sizlar ne deyapsizlar? Osmon zaminda. Andagan degan sizning taynadigan boshqa kimsinglar bormi? Yo'q. Tamam. En noktalik yer keldi. Mening boshqa yoqqa chaqirayotgan ishim bormi? Yo'q. Men faqat aslamtu vajhiya lillah. Allohga chaqiryapman. Keldik, shu nuqtaga keldik, o'xshash. Endi musulmon bo'lamizlar. Ya'ni demakki, ideyalarimiz mushakkat bo'ldi. Ko'z qarashimiz mushakkat bo'ldi. Sildan kichikligimiz amaliyat. Islom Allohga bo'ysunishning insonning hayotida ifodalanishi. İslamның texim izohati inson o'zini bo'ysundi Allohga, o'zini topshirdi deb tushundik emasmi? Buning amaliy hayotida ifodalanishi islom. Men oldin talab qilayotgani endi bir amaliy tanildi. O'zingning mushakkaligini ifodalaydigan yer keldi. Dinning ta'limotlarini o'rinlaydigan yer keldi. Sizlar amaliy tanilib ko'rasiz unda. Chunki sizlar aqida, ko'z qarash jihatda kap bo'ldinglar. O'zingni e'tirof qilib bo'ldinglar, mushtonishga kap bo'ldinglar. Amaliyotga qoldi. Islom degan aqidaninki reallikda qana qilishi, ifodalanishi. Shunga Ali radhiyallohu anhu iymonni go'zal bir shaklda ifodalab
İslam ne? Nimdiga desang, men islomning nasibini sizlarga bayon. Nasab odatda insonlarda bo'ladi. Palonning dadasi pukoni, bo'g'isi pukoni, bo'g'isining dadasi pukoni, buning avlodi mancha avlod, mana nasab bog'lanadigan tutishadigan yeri. Mushkil ifodani ishlatib turib Ali radhiyallohu anhu. Men islomning nasibini sizlarga bayon qilib beray. İslamның nasibi. Endi demek çoğun İslam nereden nağıç davamlaşıdı. Bir adamның İslam Müslüman bolğunu nereden nağıça ifadelanıdı. Degen yeri bunda ifadelagan. İslam degen Ali radhiyallohu anhu'nun tushuntirişi. Qalbdagi jazmiyat. Jazmiyat degen bir narsaga jazm qilish, an tasdiqlash. Jazmiyatdan keyin tasdiqlaydi, ha, ashta ekan. Qalb avval jazm qiladi. Bir narsaga an tasdiqlab rasash takan deydi. Tasdiq degan iqror. Tasdiqdan keyin tildan chiqadi u. Cho'qim chiqish kerak. Tildan chiqqandan keyin iqrorini tildan chiqib iqror qilish degan nima bo'lsa, an rasmiy amaliy ish qilish. Unda o'ganda bir odamning islomi amaliyatida ifodalanadi. Islom qalbda bo'lmaydi. Qalbdan boshlanib, qalb tilan bo'lmaydi, ha? Menga diqqat qilinglar. Qalb tilan bo'lmaydi. Qalbdan boshlanib, amaliyatida o'zini ko'rsatadi. Ali radhiyallohu anhu xuddi bir avlod kishilarningki nasibini surishtirib qolgandek islomning nasibini nerdan nag'icha degan yog'icha qanaq bo'ladi bizga deb biryotdi. Yana unday vaqtda mu'minning iymoni, musulmonning islomi va uning iymonining, islomining rasulligining pakti qilgan ishi, realligi. Kafirning kufrisi inkor bilan bilinadi. İnkar qilganga qarab turib bilimiz uni. Mu'min dinni, o'zi ishongan dinni, o'zining ra'yiga ergishib emas, Allohdan olgan bo'lg'achqa, shu Alloh talab qilgan ta'limotlar mu'minning hayotida amaliy qana qilish kerak, ifodalanish kerak. Amaliy ifodalanish kerak. Ya'ni bu shaklda oyatdagi aslamtum degani sizlar ideya jihatdan shakar bo'ldinglar. Hamda amaliy hayotingizda, reallar tashqi ahvolda biz ko'rlasizlarning mush ideyalarning ta'sirini deb ma shaklda qana qiladi zavodidir. Oyatning oxirisida fa in aslamu faqad ihtadaw. Agar ular musulmon bo'lsa, ya'ni o'zining tilida davatqini yoki qalbida kelgan tunishi amaliyatga chiqib fa in aslamu o'zining musulmon ekanligini, o'zining bu yo'lda ekanligini ifodalaysa, faqad ihtadaw. Bu vaqtda to'g'ri yo'lda qoladi. Bak go'zallik islom. Islomning go'zalligi nima deb bilamsizlar? Islomdagi xatolik kufrdagi yaxshilikdan yaxshi. Gapga diqqat qilinglar. Islomdagi bir odamning xatoligi kufr holatidagi yaxshilikdan yaxshi. Chunki musulmonning o'tkazgan xatoligi kechiriladi. Ammo kofirning qilgan yaxshiligi qabul qilinmaydi. Bu tarafı shu ihtadaw degani Alloh bizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Har jihatda. Wa in tawallaw andmaning qarashisi. Agar ular yuz o'rsa, inna alaykal balagh. Faqat sening vazifang yetkazish. Boshliq da'vat qilib, yetaklab boshliq ta'sir qilsa, odamning rasla ichi pushidi, ko'ngli bearam bo'ladi. Xuddi qilayotgan ishning unumi bo'lmagandek, ammo Alloh bu yerda bizni xotirjam qilyapti-ki, payg'ambarini, rasulini xotirjam qilyapti-ki, afsuslanma. Surah Kahfning 6-oyatida bu haqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadisi asafa." Rasululloh ulug' da'vat qilib, shuncha faktlarni ko'rsatib, shuncha kuynab, ularning iymon etmagan holatini ko'rib bearam bo'ldi Rasululloh. Buning qarta tasalli biryotdi. Nima? Chunki Rasulullohning vazifasi yetkazish. Chin dildan buni vazifam deb qarab yetkazdimi? Bo'ldi tugdi. Oyatning boshida Rasulullohga sen buna degin deb kelib, aslamtu vajhiya lillahi va man ittaba'ani. Degan shaklda Rasululloh bilan ummatni o'rtaq xitob qilish orqali qo'yadi bizga bir narsani da'vat etdi qarindoshlar. Rasulullohga vazifasi faqat yetkazishlik emasmi? Mush nuqtadan da'vat etmoqni agashtiriblar. Endi Rasululloh bilan va man ittaba'ani ikkisi bir o'rinda keldi. Men o'zimni Allohga tafsilim deb bo'lib, menga ergashganlarni. Oxirisida va ma alayka illal balagh. Faqat sening nima vazifang bor? Yetkazish. Fa innama alaykal balagh. Yetkazish vazifang bor dedi. Rasululloh bilan teng boshlangan ummat va oxirisidagi va ma alayka
Fa innama alaykal balag'diki faqat sizning vazifang yetkazish degan buyruqni ham üstüge o'xshash oladi. Ya'ni Rasulullohga kelgan bu tasalli Rasulullohdan keyingi Rasulullohning yo'liga ergishib mangan bu ummatningki payg'ambar varislarini mushu xushallik, mush tasalliya o'ziga oladi. Nimishqa? Rasululloh oxirgi bir payg'ambar. Bu din eng oxirgi bir din. Rasulullohdan keyin hech qanday payg'ambar yo'q. Rasulullohdan keyin nimishqa? Chunki mu'minlar, Rasulullohning risolatiga ishongan mu'minlar shuni ustiga olganki, Rasulullohning vazifasini urab olmaydi. Bu yerda ikkinchi bir yangi payg'ambar kelishga hech ehtiyoj yo'q. Shunga payg'ambar alayhisalom al-ulama warasatul anbiya deb da'vatgan. Burunqi payg'ambarlarning vazifalarini Rasulullohdan keyin ulamolar ustiga olgan. Ya'ni ulamolar ismi payg'ambar emas, ammo payg'ambar vazifasini ustiga olgan payg'ambarlar, ya'ni ma'naviy payg'ambarlar. Payg'ambarlar bitilmagan bo'lsa-mu payg'ambar vazifasini ustiga olgan. U nuqtadan Rasulullohga kelgan bu tasalli, sizning faqat vazifang yetkazish degan tasalli ulamolarning ustiga tushidiki, ulamolar madam yetkazdi, madam xizmatini ado qildi, undan boshqa hech qanday vazifasi qolmaydi. Qiyomat kunisi savol-so'roq oldiga kelgan vaqtda atrofida bo'layotgan ishlardan, taqsirotlardan o'zining vazifasini ado qilgan bo'lsalar tugaydi. Ammo olim ulamolar o'zini normal kishilarga o'xshash deb qarab qolsa, o'zining payg'ambarining vazifasi ekanligini unutib qolgandan keyin masala shu yerdan chiqadi. Sura Al-Imronning 110-oyatda eskartib ta'tidi. Yaxshi ummat, bizning ummati Muhammadiyya ilgirki ummatlarga qaraganda bu ummatning olim ulamolari ilgirki ummatlarning payg'ambarlarga o'xshash vazifasini ustiga olib degandek bu fazilatlar nerdan kelib chiqqan? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Alloh sizlar eng yaxshi ummat deb bo'lib, chunki sizning vazifangiz bor. Ta'muruna bil ma'ruf. Yaxshilikqa buyuruslar, payg'ambarning vazifasi. Va tanhauna anil munkar. Yaxshilikni to'slar, payg'ambarning vazifasi bu. Va tu'minuna billah. Alloh himoyasi. Bu shakldagi vazifa shunglashqa ma ummati Muhammadiyya ummatning vazifasi. Doğandikin payg'ambarning merosi bo'lgandikin payg'ambarga kelgan butun tasallilar, butun buyruqlar bu ummatningki yo'l boshchilariga, bu ummatning olim ulamolariga o'xshash keladi. Yana bir oyatda Vajahidu Sura Haj 78-oyatda Vajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj millata abikum Ibrahima هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Yani bir acayip isil gapdir birisi. Ummatning payg'ambar varislari, ummatning ulamolarining payg'ambarining izni biz menish kerak, payg'ambarning vazifasini ustiga olish kerak degan ma'noda payg'ambar sizlarga guvochi bo'ladi. Ya'ni payg'ambar bizni yetaklaydigan. Va takunu shuhada alan-nas. Sizlar kishilarga guvochi bo'lasizligini, kishilarning da'vat vazifasini, yetaklash vazifasini sizlar ustunlik olasizlar deyotdi ummatga. Ummati Muhammadiyyaga. Bu qadar yuqori yuksak martaba berilgan ummat. Payg'ambar bilan vazifa jihatda. Payg'ambar qanday vazifani yapmagan bo'lsa, ummatning olimi ustiga shunda vazifa qanday qiladi? Tushidi. Endi yuqori degan oyatlarning mazmuni nima? Xuddi payg'ambar kishilarga Allohning dinini yetkazgandek, sizlar kishilarga Allohning risolatini yetkazasizlar. Kim Allah'ның risolatini dinni kishilarga yetkazmadi, o payg'ambarning meros olmagan bo'ladi. Payg'ambarning merosini oldi deganlik, vazifani oldi deganlik, mashaqqatni oldi deganlik, payg'ambar uchirgan butun to'solg'ularga uchraydi deganlik. Agar qandaq bir odam, ulamo payg'ambar uchirgan balo musibatlarga o'zining hayotida kurashlarida uchurmasa, o payg'ambarning merosini ololmagan bo'ladi. Chunki bu yo'lning xarakteri bu. Chunki haqiqatni deb o'tirib chiqdingmi, mutlaq birlari oldinga chiqib, seni oldinga to'sadi. Bu yerda sen bir narsa uchraysa, payg'ambarning mutlaq dushmanlari bo'lgan narsalarga qarshi turgan. Shunga har qanday o'zini men dindor, men diniy odam, olim, ulamo, men da'vat deb o'tirib chiqib, bu odamning dushmani bo'lmasa, bu odam o'zgartirganlar bo'lmasa, buning qarshi chiqadiganlar bo'lmasa, bunun bu ahvolidan gumonlanish kerak. Bu payg'ambardan to'liq nimasini olmadi, merosini, nasibasini olmagan bo'ladi. Tamam qarindoshlar, oyatning oxiriga kelaylik. Vallohu basirum bil ibad.
Biz oyatning 5-dan tortib bir nuqtani alohida eskartib o'tamiz. Aslamtu wajhiya lillahi aslamtum deganlarni biz oyat qo'ygan. Nima deb izohladik? Amaliy ish, harakat deb izohladik ya. Mushunga yarasha oyatning oxirida Allohning basqir degan sifati keltirildi ki Alloh bandalarini ko'rib turdi. Agar vallohu alimun bil ibad boshqa oyatlarda alim sifati qo'llanmoqda. Alloh o'zining bandalarini bilib turdi degan bo'lsa, masala aqida masalasi, qalb masalasi, niyat masalasi bo'lishi mumkin edi. Basqir degan bizning tushungan, ya'ni alim bilan basqir sifatlarni tushungan ma'no bo'yicha aytgan vaqtda yuz berayotgan amaliy ish, harakatlarni ko'rish deganlik bo'ladi. Mana o'qitganlar bo'lsin, ha? Ya'ni Alloh qilgan har ishinglarni ko'rib turadi deganlik, ish qilinglar deganlik. Bizni ish kutyapti. Ma oyatda bizning kutyotgani aqida bu emas. Amaliy ish kutyapti. Agar aqida, niyat, ko'z qarash, fikr bularni alim, Allohning alim sifati bilan bilgan bo'lsa, mendagi basqir sifati bizning amaliy qadamalashimizni, reallikka amaliy yuzlanishimizni man talab qilyapti. Mana nuqta esingizda bo'lsin, mayda zil nuqta. Basqirun bil ibad, askartish. Bizga bir chaqiriq, harakatlaninglar, ish qilinglar, mitranglar degan gap bu. Andikin darsimizning oxirisida bugun mushahada to'xtaydi darsimiz. Mushu sifatga qarata askartib qo'ygan bir nuqta. Bu yerda xuddi bizni nayt ta bir yerga akilyapti Alloh. Ya'ni sizlar Allohning ko'radiganligini ko'rib turib, basir ekanligini ishlamsizlar. Buning iymoninglar bormi yo'qmi deyapti. Tabiiyki o'ylan Allohning basir sifatiga biz iymon etgan iymonimiz bor deymiz. Mushunday kelgan vaqtda ikki ehtimolning birisi tushdi oldimizga. Ya biz Allohning basir sifatiga iymon etmaymiz, qilayotgan xatoliklarimiz, o'tkazayotgan jinoyatlarimiz, o'tkazayotgan taqsirotlarimiz, g'ururliklarimiz, mas'uliyatsizligimizga qarata ya Allohning basir sifatiga ishonmaymiz, ya ishongan bo'lsak Allohga ohanat qilgan bo'lamiz. Chunki Allohning basir sifatiga ishondik degan gap Allah bizni her zaman kuzatib qarab turibdi degan gap. Allohni qartib qo'yib biz yomonliklarni qilyapmiz. Allohni qartib qo'yib nomus qilmayapmiz. Allohni qartib qo'yib mas'uliyatli qilyapmiz. Esingizda bo'lsin. Ya Allohningki bizni ko'rib turadiganligiga ishonmaysizlar? Me'dan oyatdan chiqayotgan bir mazmun. Yoki Allohni qartib qo'yib bunda xatarlik, xato, mas'uliyat ishlarni qilyapsizlar. Bu Allohga ohanat qilganinglar. Degandek bir mazmun bu yerdan qanaq chiqyapti. Reallikda amaliyat bizning hayotimizning bir misol olsak, vallahi masalul a'la. Normal bizning turmushimizda bir tamaki chekadigan odam cho'ng'ini qishni chekmaydi. Ko'rib qoldi deb. Shunchalik hayol qiladi. İnsanlar o'tirisidagi masala. Endi inson o'zining qilayotgan xatoliklarini, o'tkazayotgan jinoyatlarini, mas'uliyatsizligini Alloh qarab turgan holatda o'tkazadigan gap ya şu adamninki Allohning basir sifati bo'lgan iymon demasli va yoki Allohga bo'lgan hurmatida masala va Allohni qartib qo'yib xatolik o'tkazadigan gap Allohga ohanat qiladigan gap. Alloh bizni ikki xil bu kasaldan, bu marazdan saqlasin. Bugungi darsimiz mushaqqa bo'ladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.